Agar rizqin sen tanımaydigan bir kishining yanchug'ida bo'lsa, o natanish kishi bir yo'llar bilan rizqingni sana ustudi. Agar rizqin sen oyoq tekizib baxmagan zamonlarda bo'lsa, tan qalasanki, bir shamollar seni shu yoqqa uchirib boradi. Agar rizqin sen arzu qilgan bir vaqt g'izo bo'lsa, demakkin sen bormasangmi, shu mizli g'izo seni izlab oldinga keladi. Agar rizqing bir qiz yoki bir yigitga tushgan bo'lsa, qochmag'in, qocholmaysan. Taqdir falak beshinglar va oyog'inglarni o'zinmas bir yipda bog'laydi ekan. Ajrayman debmi ajray olmaydigan, bormayman debmi oldiga 7 marta boradigan. Shunga undan burun bekcho'ng so'zlamagin. Haqning rizqiga ko'z qarangni solmag'in. Rizqi cho'ltalarni mensitmay qolmag'in. Agar bir kuni rizqing gapma qilmay ishkangni cheksa, bek cho'chib ketmay ishkangni ochiqin. Sana taalluq barcha sana o'zini atqanidek, sinang emas narsa sendan shu qadar qochadi.